Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan bir hadisda Anas ibn Malik rivoyat qiladilar. Bu hadisni Payg'ambar alayhisalom shunday deganlar: "Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa ashairukum min al-amwat fa in kana khayran istabsharu bih." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ushbu hadisda Payg'ambar alayhisalom marhamat qildilarki, sizlarning har birlaringizning har kunlik qilayotgan ishlaringizni bugungi mavzumizga aloqador bo'lganligi uchun bu hadisni aytyapmizki, Payg'ambar alayhisalom aytyaptiki, har birlaringizning har kunlik qilayotgan ishlaringizni, amallaringizni Alloh taolo dunyodan o'tgan yaqinlaringizga namoyish qilib turadi, ko'rsatib turadi. Qabrda yotgan ota-onalarimiz, yaqinlarimiz bo'lsa, bizlarning qilayotgan ishlarimizni, yaxshisini ham, yomonini ham Alloh taolo yaqinlarimizga namoyish qilib turar ekanlar. Fa in kana khayran istabsharu bih. Payg'ambar alayhisalom so'zlarida davom etib shunday dedilarki, agar biz tiriklarning qilayotgan ishlarimiz yaxshi bo'lsa, savobli ishlarni ko'p qilyapmiz, ezgu amallarni ko'p qilyapmiz, xalqqa, yurtga, mo'min musulmonlarga foydamiz tegadigan ishlarni qilyapmizki, demak, qabrda yotganlarimizning bu qilayotgan ishlarimizdan ruhlari shod bo'lar ekan, xursand bo'lar ekan. Istabsharu, ya'ni qabrda yotgan dunyodan o'tganlarimiz o'zlarining ortida qolgan zurriyotlarining qilayotgan yaxshi ishlaridan xursand bo'lar ekan. Agar qilayotgan ishlarimiz yuqorida aytganimizdek maqtaydigan bo'lmasa-chi, yaxshi ishlarni qilmayotgan bo'lsak-chi, bor-ku shunday insonlar hayotda, jamiyatda bor-ku, bugun ko'ryapmiz-ku. Biron bir yomon ish qilgan biron bir bolani ko'rsak, kimning farzandi? Falonchining farzandi. Biror bir yomon ishlarni qilib yurgan insonlarni bilsa, kimning bolasi? Falonchining bolasi deymiz-ku. Demak, Payg'ambar alayhisalom aytayaptilarki, qilayotgan ishlari, bu tiriklarning qilayotgan ishlari yaxshi ishlar bo'lmasa-chi deyapti. Qabrda yotgan yaqinlarimizning ruhi bundan juda qattiq bezovta bo'lar ekanlar. Juda qattiq bezovta bo'lar ekanlar. Va in kana g'ayra dalik. Hadisning davomida aytayaptiki, tiriklarning ortida qolgan farzand, zurriyotlarning qilayotgan ishlari yomon ishlarini bo'lsa, qabrda yotgan yaqinlari Allohdan duo qilar ekanki, Ya Rabbi, to hidoyatga kelmagunlarigacha, insofga, tavfiqqa kelmagunlarigacha, to'g'ri yo'lga kirmagunlarigacha ularning jonlarini qo'ymagin der ekanlar. Allohdan so'rar ekanlar. To ular insofga, diyonatga kelmagunlarigacha o'z zurriyotlarimning jonini olib qo'ymagin. Chunki agar shu holatda kelsa, ularga bu joyda muomala juda ham yomon bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biz tiriklarga qarata mana shunday deb marhamat qildilar.